hop biz mana ertalab soat 5 da turib akalar bilan Maderani eng baland nuqtasiga kun chiqishini kutayotgan ketyapmiz. Biz mashinada parkovka qilib mashinani endi 20 ta soat peshkom hayking qiladigan joyi bor. O'shanga chiqib ketyapmiz. Ozgina qoldi, to'la ozgina. O'rtolaman xolerdanki hamma yaqinlarimiz, oilalarimiz, do'stlarimiz shu joyga kelib o'zlari ko'zlari bilan ko'rishini addu shu xohlagan bo'lardim. Ketdi.